ot kuchli original motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlariga Belarus, Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan korobkalari eng katta 550 litr qilib ishlangan 7 ot kuchli korobka qismi juda ham katta qilib ishlangan motobloklarimiz yetib keldi. Xuddi shu munosabati bilan endilikda mana shu Alfa Grand dori sechadigan apparatini agroservis do'koni obunachilari va xaridorlariga tekinga berib yuboramiz. Tekinga olish sharti juda ham oddiy. Videoga like bosib, kommentariyaga omad yozib qo'yinglar va videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, bundan ham 100 xil sovg'alarni bittasini tekinga olish shartini video davomida aytib o'tamiz. Xo'p, motoblogimiz ma'lumotiga keladigan bo'lsak, motoblogimiz yoqilg'i turi benzinli bo'ladi. Benzin baklari katta 5 litrli qilib ishlangan. Vozdухный filtrlari massivni qilib ishlangan bo'ladi. Yurg'izish joylari zavodni orqali yarim soatgacha zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Motorlari 170 F motor qo'yib ishlangan. Motorlarini zashtasi uchun motorni ichiga moydachigacha qo'yib qo'yilgan akalar. Aytib o'tgandek, reduktor qismi juda ham baquvvat qilib ishlangan. Motoblogimizni balonlari katta, shiroki balonlardan qo'yilgan va burilishlarda qiynalmaslik uchun, xuddi shunday aravalarda ulib yuk tashiganda qiynalmaslik uchun gidravlikali qilib qo'yilgan ko'rishinglar mumkin. Bitta qo'lda o'zi burib ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Bu motoblogimizni skori oldiga 2 ta, 1 va 2, orqaga bittadan zadniy xotlarigacha mavjud akalar. Xo'p, bu motoblogimizni xohlaganlar boshqacha variantlari ham bor. Korobkasi 450, 350, 250, 150 talik va balonlari uskiro variantlari ham bor. Kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Motoblogimizni 100 xil bor. Kelganlarda yoki aloqaga chiqqanlaringda yana ma'lumotlarni to'liqroq qilib tushuntirib o'tamiz. Motoblogimizga 4 qatordan 8 qator o'zini original zavodskiy qalin frezalari, 1 yildan garantiyalari va xuddi shunday dori apparat, kushnabur, shurpavur, bargarga drill va shunga o'xshash 100 xil sovg'adan birini tekinga qo'shib beramiz. Va bu motoblogimizga ulangan aravamizni 500 kilogramgacha yuk ko'tara oladigan aravamiz hisoblanadi. Aravalarimiz mana shu turdagi 500 kilogramgacha yuk ko'taradigan aravalarimiz narx-navolarga keladigan bo'lsak, 1.700.000 so'mdan 2.900.000 so'mgacha. Hop, bu aravamiz motoblogga ulangan holatida turishini ko'ryapsizlar. Bemalol hech qayerga yerga tegib qolmaydi. Tishlalari pasand qilib ishlanmagan. Balonlari skuter balon qilib ishlangan, pastki tomonlariga profilda karkas qilib to'qib chiqilgan bo'ladi. O'tiradigan, oyoq qo'yadigan joylari taxtadan, o'tiradigan joyga bemalol 2 kishigacha o'tirib ketsa bo'ladi. O'tirganinglarda motoblogni boshqarish ham uncha qiyin bo'lmaydi. Dishlarini uzunroq qilib ishlangan bo'ladi. Hop, bunda 500 kilogramgacha istalgan turdagi yukishingizni qo'yib, yuklab toshishingiz mumkin bo'ladi. U ko'pchilik o'zini narsalarini sog'alaman yoki shunchaki meni yurgani deydigan akalarimiz uchun shu varianti ham bo'laveradi akalar. Agarda boshqacha kattaroq, baquvvatroq, uzunroq qanaqa turdagi kerak bo'ladigan bo'lsa ham aravani ekrandagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Istalgan turdagi texnikalardan topib beriladi va istalgan turdagi aravalaringning hajmini va motoblogni katta kichikligi, reduktorini baquvvatligiga qarab narxlari o'zgarib yoki qimmat yoki arzonlashadi. Hozirgi kunda xuddi shunday komplektatsiyamizning eng arzon narxlari 6 million so'mdan boshlanadi va 9 million, 8,5 milliongacha qarab ketaveradi. Sababi narxi qimmat arzon bo'lishining sababi balonlari shiroki yoki uskuyligi yoki reduktorlarning katta kichikligiga qarab, aravamizni baquvvatligi, listlarning qalinligiga qarab narxlari chiqadi. Videoni boshida aytib o'tgandek, xuddi shunday dori apparatlardan birini tekinga beraman dedim. Buni tekinga olish sharti videoga bitta like bosib, kommentariyaga omadni yozib qo'yinglar va bizni do'konga kelib 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha bo'lgan istalgan turdagi motoblogni sotib olganingizdan so'ng do'konimiz ichida joylashtirilgan omadli barabanimizni sizga bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. Bu barabanda aytib o'tganimdek 100 xildan oshiq sovg'alarimiz bor.
100 xildan oshiq sovg'adan birini shu baraban orqali aniqlab olish mumkin. Barabanni bitta aylantirganingizda nimaiki tushadigan bo'lsa, sizga tekinga berib yuboriladi. Tekinga olish sharti xuddi shunday edi. Videoga like bosib, do'stlarga ulashib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.